Bahodir, yaxshimisiz? Rahmat. 2025-yilda erishgan orzuyingiz. Hop, birinchi orzuyim shu farzandli bo'ldim. Ikkinchisi shu do'konli bo'ldim. Jimega plazada do'kon ochdim. Birinchi etaj qo'lga oldim. Ashadagi hamma telefonlar registratsiyadan o'tkazaman. Emekadan o'tkazaman. Shu ishlar aka, kelaverasizlar. Gap yo'q. Shashbaram bo'lganiga. Yetisholmagan orzuyim bu yil erisholmadimmi, narigiga erishaman. Salom alaykum. Boy badavlat bo'lib olay, undan keyin uylanaman. Erishgan orzularim, hop shogirdimni turmak chiqarib bordim. Allohga shukr. Keyin nima oldim? Mashina oldim, uchastka oldim. Men nima oldim? Yaxta oldim. Bo'ldi, boshqa nima qiling. Xurrambek Xorman, 2025-yilda erishgan orzuyingiz. Hali erishmadim. Hali 2026-erishing. Xudo xolasa. Dostonbek, 2025-yilda erishgan orzuyingiz. 25-yil. Demak shu yil erishgan orzuyim. Orzu anchadan beri bor edi-yu, lekin shu yil yetishdim. Uylandim onasini deb. Rahmat. Erishgan orzuyim o'g'illi bo'lganman. Nurmuhammad Yaxshimov aka, 2025-yilda erishgan orzuyingiz. Kameraga olmang. Uka, yaxshimisiz? 2025-yilda erishgan orzuyingiz. iPhone oldim. Hop, 2025-yilda erishgan orzularim bu eng avvalo farzandli bo'lganim. Alloh taolo menga farzand ato etgani shu bo'ldi. Tabriklaymiz. Rahmat. iPhone oldim. Shalala, 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 shalala.